Uyingizda yoshi katta ota-onangiz yoki bobo-buvlaringiz bormi? Ushbu jiddiy bo'lgan 5 belgini bilish ularni hayotini saqlab qolishi mumkin. Birinchisi, to'satdan paydo bo'lish yuz qiyshayishi, gapirishdagi o'zgarishlar, bir qo'l oyoqda quvvatsiz belgilari bu insult belgisi hisoblanadi. Ikkinchisi, ko'krak qafasida kuchli og'riq, sovuq ter chiqishi, nafas siqishi bu miokard infarkt belgisi hisoblanadi. Bu belgiga aslo bee'tibor bo'lmang. Uchinchisi, qo'llarda titroq, yurishda o'zgarishlar, harakatlanish sekinlashish. Bu qarilik belgisi emas, balkim bu Parkinson kasalligi belgisi hisoblanadi. To'rtinchisi, bosh og'rig'i, bosh aynishi, ko'z oldi qorong'ilashi bu qon bosimi oshishi belgisidir. Beshinchisi, kuchli chanqash, og'iz qurishi, tez charchash, tez peshob qilish bu qonda qand miqdori, ya'ni sahr ko'tarilganligi belgisidir. Biz ko'p vaqt ota-onamizga keyinroq boraman, keyinroq telefon qilaman, keyinroq vaqt ajrataman deymiz. Lekin ba'zan kasallik keyinroqni kutmaydi. Bugun ularga e'tibor bering. Aniqlangan belgi bu saqlab qolingan hayotdir. Ushbu videoni yoshi katta ota-onasi, bobo-buvisi bor insonlarga yuborib qo'ying. Balkim ushbu video orqali bir insonning hayoti saqlanib qolinishi mumkin.